Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xudo xolisa mana keyingi ishlarimizni ham olib kelib o'rnatdik. Videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib qo'yasizlar, podpiska bosib qo'yasizlar. Xudo xolisa ishlarimizni obzor qilishni boshladik. Xo'p, bu eshigimizga keladigan bo'lsak, eshiklarimiz 90 ga 210 li eshiklar bo'ldi. Oqqa kumush pudra kraska berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Hamma yoq o'ta go'zal. Changlariga qaramaysizlar. Changlari xudo xolisa o'rnagani uchun chang bo'lib qoldi. Tozalamadik, hammaga shunday ko'rinsin degan maqsadda bo'ldi. Bu eshigimizni bittasini 3,5 milliondan qilib berdik. Mana aynalarini ham shunaqa holatda go'zal, chiroyli qilib olib kelib o'rnatib berdik. Mana o'ta go'zal qilib, chiroyli qilib. Zamo'lariga keladigan bo'lsak, zamo'lari ham toza zamo'lardan xudo xolisa o'ta go'zal, chiroyli bo'lib chiqqan mana. Bu tarafimizdagi eshiklarimizni ham ko'rishingiz mumkin. O'ta go'zal, chiroyli holatda olib kelib o'rnatib berdik. Manzilimiz Samarqandga olib kelib o'rnatib berdik. Bizni ham shu YouTube'dan tomosha qilib, kuzatishib, zakaz berishdi. Xudo xolisa ishlarimiz o'ta go'zal bo'lib, chiroyli bo'lib chiqdi. Aka, ikki og'iz gapirib bering endi. Bu ishlarimizni mana Andijondan olib keldik. Ishonchli ekanmi? Ishonchli. Xudo xolisa 5 million zaklab tashlab berdi. Olib kelib o'rnatib berdik. Qolganini o'rnatganimizda beramiz dedi. Bo'ldi, o'rnatganini berasiz deb. Xudo xolisa mana ishlarimiz. Aynalari o'zi $70, $80 bo'ladi bu yerda aynagimiz. Shuning uchun qimmatroqdan qilib olib kelib o'rnatib berdik. Tepaga ham ikkita eshik qo'yib berganmiz. Tepa ham xudo xolisa bor. Bizda zinapoyalar ham bor. Zinapoyalar ham qilib beramiz. Fondning zakazini oldik. Xudo xolisa mana bu tarafimizdagi eshiklarimiz xudo xolisa bittasi tashqariga ochiladi, bittasi ichkariga ochiladi. Mana ichkariga ochiladigani o'zi ko'rinib turibdi, o'ta go'zal bo'lib chiqadi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimizni pastga qoldirib ketamiz. Xudo xolisa ishlarimiz o'ta go'zal, chiroyli bo'lib o'rnagan. Manzilimiz Andijon viloyati Buloqboshi tumanida qilib yasab olib borib o'rnatib beramiz. Vodiy bo'ylab ponni olib borish o'rnatishlarimiz bepul. Vohalarga, Toshkentlarga kelishilgan holatda dastavkasini qilib beramiz. Kanalimizga yangi bo'lsanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, podpiska ayamanglar.